Hakamlar qanday qaror qabul qiladi? Takroriy lavhalarni namoyish etishmoqda. Mana shu vaziyatda biroz hammamizni menimcha tilimizdagi Valeriyanga tashlaydigan vaziyat bo'lib qoldi mana shu. Lekin Muqaddim Mamajonov bu vaziyatdan chiqib ketdi. Hamma demak ish hakamlarga qoldi. Bilmadim, lekin Muqaddim Mamajonovni bugun o'zini o'sha bugun prime emas. Ha, bugun eng yaxshi kuni emas. Bugun prime davri emas. Biz bundan zo'r holatni ko'rganmiz Muqaddim Mamajonov. Shunga o'rgatib qo'yganda, eslatib qo'ygan bizga o'sha holatini. O'zaro suhbat ketyapti. Rustambek Amanbayev ham ajoyib jang ekanligini namoyish etdi. Ha do'stlar. Demak, jang g'olibi rasman e'lon qilinadi. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением Hakamlarning bir ovozdan одержал. Ha do'stlar. Muqaddim Mamajonov. G'alaba Muqaddim Mamajonovga berilyapti. Qirg'izistonlik jangchi esa rozi emas. Noroziligini bildirib qo'ydi, boshini qimirlatib. Bor ekanki mana bu yo'qli bo'larmikin, bu yo'qli bo'larmikin deb tursak, biz tomonga berib yuborsa bo'lar ekan-ku. Ha do'stlar, Muqaddimni navbatdagi g'alabasi bilan tabriklaymiz. Murabbiylarini, yaqinlarini albatta juda ham qiyin jang o'tkazdi. Odatda doim yomon qarorlarga ko'nikib qolgandik. Bu safar xursand qilishdi. Ha. O'sha parterda 3-raunddagi o'sha faolligi, zarbalari ham baribir rol o'ynadi do'stlar. Albatta Qirg'iziston vakiliga ham omad tilaymiz. Ajoyib jang o'tkazdi. Fikrlariga quloq tutamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men bor uzr. Men o'zim oqlamoqchi emasman. Ko'pchiliginglar mendan nokaut o'rganib qolgansizlar. Bilsanglar, men 70 kilodagi bayetsman. 70 kiloda urushaman. 77 menga sal og'irlik qildi. Lekin bilasizlar, yaqinda operatsiyani o'tkazdim. 1 oy oldin 1 oy podgotovka qilib chiqdim. Xudo xolasa sizlarga so'z beraman. Aprel oyida oktagon kamarini O'zbekistonga qaytaraman. 70 kiloda. Eslab qolinglar. Sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Bilaman, sizlardaqa muxlislar hech qayerda yo'q. Faqat O'zbekistonning muxlislari yurakdan balet qilasizlar. Rahmat shunchalik. Lekin shuni so'rab qolaman. Iltimos qilib qolaman. Biza bu sportda, bizning sportimizda g'alaba ham, mag'lubiyat ham yonma-yon yuradi. Bitta narsa, yutganimizda ham, yutqizganimizda ham qo'llab tursanglar bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Sizlarni paddeshkanglar yetadi. Duoinglar bilan Xudo xolasa, duo qilib tursanglar, oktagon kamarini qaytaraman O'zbekistonga.
Sizlarga so'z beraman. Ko'rdinglar mana 3 raund raqibim ham kirib ko'ringlar, oddiy raqib emas. Ese dunyoda 2-o'rinda turadigan ligalarda polli jang qiladi. 8-3 u 3ta parajeni oddiy bolalardan yutqizilmagan. Raqibimga kattakon rahmat. Shunchalik keldi, raqiblik qildi. Hammalarga katta rahmat. Muhiddin Mamajonov